Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Asakabank, Nukus bank xizmatlari markazi hamkorligida Qoraqalpog'iston Respublikasi Kiyil tumani Qumshingul ovul fuqarolari yig'inida 73-23 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kunjut ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar o'nib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'qitlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 6 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1,66 gektar yer maydondan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Nurmuhammed Alip Nuks ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 1 tonnadan jami 10 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.